Traktor maşınlarımız için parokların başım acayip geldi. Görüyorsunuz. Kichkina, udobniy olib turadi. Avvalgilari bilasizlar, bechkina olib tish turadi, и baland olib turadi. Görüyorsunuz kapitallarning duruşu nazik, akkuratniy bo'lib turadi. Ham avvalgi paroklarda 100 ni qo'yib bo'lmaydi, bunda 100 ham joyida qoladigan bo'ldi. Görüyorsunuz, jam parok deb aytiladi. Duruşuna e'tibor berasizlar. Çok iyi birebir başını taşıp duradi. Taza traktor algandan keyin обязательно tonirovkalarni qildirasizlar. Birinchi o'rinda hozir bu brat tonirovka mana shart emaslar. Nakitchilarni qo'yib berganmiz. Kichkina turgan и porok nikellari. Porok nikellaringiz qirsib ketmasligi uchun ustidan shunday bir lepochka bilan yopishtirib qo'yiladi. Göreceğim. Aslında parok nicelerle göstereceğim edim. Nazik paroklarına kararlı uzaktan durucu. Başım akkuratlı sıkıntı durardı. Arkalarda çok gelip yük gelen koppergenimiz. Görüyorsunuz tak benim bu dizayn diye olup durardı. Xullas, şimdi paroklar gerek olsa, hizmetler gerek olsa, pastayın nimalarga bağlı.